akalar akkumulyatorni ko'ringlar, uni olib kelib ko'rsataman. Hammasini birma-bir ko'rsataman. Akkumulyatorlarni ko'ryapsizlar akalar, mana zo'rlarda akalar. Mana bu akkumulyatorimiz velosipedni ko'rgan ko'pchilik bilan akalar. Bu ham kichkinasi bor. Buni hozir ma'lumotni ko'ramiz. 48 ga 12 kilo akalar. Bu ixchamroq variantda bo'ladi akalar. Mana hozir bu kattaroq variantimiz akalar. 48 ga 12 bu ham bo'lsa kattaroq velosiped shu. Mana bu yerda olib kelsalar mana. Shu hamma maqtab nima qiladigan akkumulyatorimiz akalar 60 ga 20 amperlik. O'sha cho'nta skuterlarga, boshqa skuterlarga qisqasi 5 ta akkumulyatori 20 amperlik skuterlarga tushadi akalar, yengil bo'ladi. Hop, akalar bunimiz 60 volt 80 amperlik akalar litiy ion akkumulyatorimiz, bu Mirai uchun. Mana bu tarafda akalar 60 ga 52 amperlik litiy ion akkumulyatorimiz, mana ko'rib turibsizlar akalar, juda bo'ladi. Realni 52 amperlik bo'ladi akalar. Mana bu yerda 72 volt 32 amperligimiz akalar, 72 32 amperligimiz. Bu ham 32 belli akkumulyatorlarga nisbatan akalar где-то 60-70 foizga yengilroq bo'ladi bular. Bular kilometrga kelsak akalar, sizlarning nagruzkalaringiz, hech skuterlarga bog'liq bo'ladi akalar. Eng kami 50 kilometr yuradi akalar. Eng kami. Minimum akalar o katta amperliklarimiz akalar 100 kilometrdan 150 kilometrgacha yurib berishi mumkin. Eng minimumi 50 kilometr bo'ladi akalar. Video yoqqansa like bosib, undan qo'yishni unutmanglar akalar. Kimga narx qiziq bo'lsa, kommentariyga plyus tashlab tashlaymiz.